bir joyga janjalga bordik. Hali qiz akasidan ham hijolat bo'lyapti-da. Akasi aytayaptiki, shu singlimni 10 yoshdan keyin uyda ham kam ko'rganman deydi. Ko'rmaganman hisobda. Shunaqa uyatchan deydi. Shu uyda chevarchiligini qilib, pishirig'ini uyda qilib, Qur'onini o'qib o'tiraveradi deydi. Uy ishlarini ham deydi do'ndirib qo'yadi. Lekin men ham ko'rmaganmansam, dadam ham ko'rmas ekanlar-da. Dadam uyatib ko'rinmas ekan. Lekin kirini kirdi, dazmolini dazmolda, ovqatini ovqatda qilib qo'yib, shuni nima qilar ekanda? Shunaqa pokiza deydi. Shu qizni endi ajrim bo'lyapti, janjal boryapmiz. Ko'chdini ham olib kelinadi deb borilyapti. Hali qiz Qur'onni xatm qilgan qiz. Shunaqa pokiza, taqvodor, iboli, hayoli qizda. Biz boryapmiz, bitta xonaga kirdik, pardani orqasida turibdi. Yonimizda turibdi. Qaynota ham o'sha yerda turibdi. Qiz o'sha yerda ham o'zini ko'rsatmayapti-da. Qiz aytayapti: "Meni javobimni bermang. Men ikkinchi nikohni xohlamayman. Mayli meni ustimga nikohlansangiz ham mayli. Mayli agar shu uyda sen loyiq emassan, siz etajga olib chiqib qo'ysangiz ham mayli. Ikkinchiga uylanib uyga olib kelsangiz ham mayli. Lekin meni nikohingizdan qo'yib yubormang." Erdi qarangki, menga bunaqa odmi, sodda qiz kerak emas. Menga shaddod, bitta gapirib, ikkita kulib, qoshini uchiradigan qiz kerak. Sandaqa qiz kerak emas. Qiz yig'layapti. Akasi oxir aytdi: "O, yig'lamang" dedi. "Nimaga yig'laysiz? Siz tengiz emas ekan, bu ham teng emas ekan, bu ham boshqaga. Ayib bizda." Bo'ldi. O'sha yerda ham ko'rinmadi hisobda. Hamma erkaklar chiqib ketdi, ayollar o'zi nima qilishdi? Yo'lda kelyapti, shopir bola aytayapti: "Bu o'rtog'imning singlisi. Uylanaman shunga deganimda onam olib bermaganlar. O'rtoqligi unlaringga so'g'chilik tushadi. Bizda ayib. O'zi bu bizni xonadonga mos edi-yu, bu xonadonga mos emas edi. Ishonsangiz domla, bu qizni men turmushga chiqayotganda yig'laganman. Bir gap aytsam domla turib berasizmi?" dedi. "Nima gap?" desam, "Onamga borib aytaman, shu qizni menga olib bersalar. Bu qiz oila ko'rdi, ro'zg'or ko'rdi. Farzand yo'q, xolos 7 oy yashashibdi" desam, "Nima bo'lsa ham onamni men unataman, siz ham bir nima qilsangiz. Hamma ayli unatib ko'ring, lekin